Vaqti inson bir dunyoni tark qiladi, qabrga qo'yilamiz. Ikkita malaika keladi, ikkita farishta Munkar va Nakir oti bor. Uchta savol so'raydi. Sening Rabbing kim? Dining nima? Va payg'ambaring kim deb so'raydi. Agar Alloh subhanahu va taolaning marhamati, lutfi bo'lib javob berilsak, Alloh taolo o'ng tarafimizdan bir panjara jannatdan ochadi. Ki jannatni his qilamiz, tomosha qilamiz. Va agar Xudoy nakarda qalb muhrlanib javob berilmasak, tam tersi, bir aks, oyog'ini pastdan jahannamdan bir panjara ochiladi, o'rda azoblarini ko'rib, vahshat va azobni his qiladi inson. Ondan battar shulki, bir shaxs insonning billasiga topiladi. U kim deb so'rasangiz, o insonning amalnomasi. Ki insoni ki xushbaxt bo'lsa, javob bergan inson bo'lsa, unga uns beradi, unga muhabbat beradi, uni xushbaxt qiladi va qiyomatgacha bilasa bo'ladi. Va agar bu inson badbaxt bir inson bo'lsa, Munkar va Nakirga javob berilmasa, qiyomatgacha azob beradi, azor beradi. Alloh subhanahu va taolo bizni juda xushbaxt va saodatmand insonlardan qilsin inshaalloh.